Toshkentda metropoliten bo'lmaydi. Suv toshqini, kimyoviy va radioaktiv xavflar yuzaga kelganda metro bomba boshpanasi sifatida xizmat qilishi mumkin. Odamlar bu yerga butun oilasi bilan kelishardi, shunchaki bekatlarni tomosha qilish uchun. Zilzila paytida u 9 ballgacha chidam beradi. Toshkent metrosining ramziy kaliti topshirilyapti. Birinchi bo'lib navbatchi operator bo'lib ishga qabul qilinganman. Hozirgi kunda 1 yildan oshyapti mashinist lavozimida ish faoliyatimni olib bormoqdaman. Metro o'zining tungi hayotini boshlaydi. Har bir bekat alohida me'morlar va rassomlar guruh tomonidan yaratilgan. Xo'jayinimda boshida qarshi bo'ldilar. O'qimoqchi bo'lgan paytimda keyinchalik qiziqqanligimni ko'rib, ular ham rozi bo'ldilar. Qiziq shundaki, qariyb 40 yil davomida metroda suratga olish taqiqlangan edi. Toshkent metrosi poytaxtning o'ziga xos xususiyati. U shunchaki transport vositasidan ko'proq narsani anglatadi. Bu me'morchilik, san'at, yer ostidagi butun boshli shahar. Bu yerda poyezdlar o'nlab kilometr tunnellardan o'tadi. Bekatlar esa go'yo saroylarni eslatadi. Ammo kamdan kam odam biladiki, bir vaqtlar bu loyiha mutlaqo imkonsiz deb hisoblangan. 1966-yil 26-aprel kuni Toshkent vayronkor zilzilani boshdan kechiradi. Poytaxtni qayta tiklash rejasi ishlab chiqilayotganda metro qurish g'oyasi paydo bo'ldi. Biroq O'zbekiston yuqori seysmik faollik hududida joylashgan. Jahon tajribasida bunday sharoitda yer osti temir yo'llar qurilmagan edi. Bu esa bitta xulosani anglatardi. Toshkentda metro bo'lmaydi. Shunda ishga mamlakatning eng yetuk mutaxassislari jalb etildi. Asosiy olimlardan biri mashhur seysmolog Tursunboy Rashidov bo'ldi. Seysmik tebranishlarni susaytirishga qodir maxsus tunnel loyihalari ishlab chiqildi. Bu chinakam ilmiy yutuq edi. Eng qulay transport turlaridan birining qurilishi 1972-yilda boshlangan. Ish kun va tun davom etdi. Bundan tashqari, quruvchilar yer osti suvlari bilan kurashishga majbur bo'lishdi. Birinchi metro tizimi belgilangan muddatdan 1 yil oldin qurilgan edi. Bunday keng ko'lamli loyiha uchun bu deyarli aql bovar qilmas edi. 1977-yil 6-noyabr kuni Toshkent tarixiga kirdi. Shahar Markaziy Osiyoda metropolitenga ega bo'lgan birinchi shaharga aylandi. Передается символический ключ от ташкентского метро. Первый поезд. Вот он отправляется в первый пассажирский рейс. 12 kilometrdan ortiq uzunlikdagi birinchi tizim 9 ta bekatni o'z ichiga olgan edi. Odamlar bu yerga butun oilasi bilan kelishardi. Shunchaki bekatlarni tomosha qilish uchun. Agar shaharda elektr ta'minoti uzilsa, Toshkent metropolitenida darhol favqulodda yoritish tizimi ishga tushadi. U yo'lovchilar o'z yo'nalishlari bo'yicha chiqib ketgunlariga qadar ma'lum vaqt davomida yorug'lik bilan ta'minlaydi. Shuningdek, favqulodda holatlarda suv toshqini, kimyoviy yoki radioaktiv xavflar yuzaga kelganda bizda yo'lovchilarni bomba boshpanasi sifatida joylashtirish imkoniyati mavjud. Toshkent metropoliteni zilzila paytida 9 ballgacha bardosh bera oladi. Bekatlarning aksariyati sayoz joylashgan, ammo Yunus Rajabiy bekati eng chuquri bo'lib 24 metr chuqurlikda joylashgan. Yer ostida harorat yil davomida deyarli o'zgarmaydi. Bugungi kunda Toshkent metropoliteni zamonaviy tarkiblar bilan boyitilmoqda. Moskvadan keltirilgan yangi poyezdlar harakat samaradorligini yanada oshirmoqda. Hozirgi kunda Toshkent metropolitenida 40 dan ortiq tarkib xizmat ko'rsatmoqda. Yangi tarkiblar kelib tushgani hisobidan poyezdlar harakati oralig'i qisqarmoqda. Tig'iz vaqtlarda va ish kunlari yo'lovchilar oqimi ortishi sababli oralig'i 1,5 daqiqagacha qisqaradi. Chilonzor va Yunusobod yo'nalishida esa tig'iz vaqtlarda oralig'i 3-4 daqiqani tashkil etadi. Ammo metro shunchaki poyezdlardan iborat emas. Bu butun bir jamoa. Mashinistlar, muhandislar, dispetcherlar va texniklar tunu kun yer osti shahrining uzluksiz ishlashini ta'minlaydi. Kechasi poyezdlar to'xtaganda tunnellarga ta'mirlash brigadalari tushadi. Metro o'zining tungi hayotini boshlaydi va ertalab soat 5 da toza bekatlar va vagonlar yo'lovchilarni qarshi oladi.
Toshkent metropoliteni o'z faoliyatini ertalab soat 5:00 dan kechki soat 24:00 gacha amalga oshiradi. Halqa yo'nalishi esa soat 23:00 dan o'z ishini yakunlaydi. Metropolitenda 6000 dan ortiq xodim faoliyat yuritadi. Xodimlar smena asosida ishlaydi. Ular 4 smenaga bo'lingan. Agar birinchi smena kunduzi soat 8:00 dan 20:00 gacha ishlasa, keyingi kuni ular tungi smenada soat 20:00 dan 8:00 gacha mehnat qiladi. Shundan so'ng 2 sutka dam oladi. Hozirgi kunda har kuni metropolitendan 1 milliondan ortiq yo'lovchi foydalanadi. Qizig'i shundaki, qariyb 40 yil davomida metroda suratga olish taqiqlangan edi. Bekatlar strategik ahamiyatga ega deb hisoblangan. Faqat 2018-yilda bu taqiq bekor qilindi. Mashinistlar kunduzi soat 6:00 dan 20:00 gacha, tungi vaqtda esa 22:00 dan 24:00 gacha ishlaydi. Metro soat 24:00 da yopilgani sababli mashinistlar uchun maxsus dam olish joylari mavjud. Ertalab ular albatta tibbiy ko'rikdan o'tadi, nonushta bilan ta'minlanadi. Shundan keyingina mas'ul shaxs tomonidan tasdiqlanib ishga chiqishadi. Har bir mashinist 6 oyda bir marta to'liq tibbiy tekshiruvdan o'tadi. Unda uning salomatligi to'liq tekshirilib, 100% sog'lom bo'lishi talab etiladi. Chunki mashinist nafaqat o'z xavfsizligi, balki metropolitendan foydalanuvchi yo'lovchilarning xavfsizligini ham ta'minlaydi. Uzoq vaqt davomida mashinist kasbi faqat erkaklarga xos deb hisoblangan. Elektropoyezd mashinisti kasbini tanlaganim o'zi metropolitenga birinchi bo'lib navbatchi operator bo'lib ishga qabul qilinganman. Ishga qabul qilinganimdan so'ng men mashinistlarni ishlayotganini ko'rib, poyezd boshqarayotganini ko'rib juda ham havasim kelgan. 1 yildan so'ng ayollar mashinistlikka tayyorlov kursi ochildi. O'zim ishonmadim birinchi ochilganda. 1 yil mobaynida bo'lib o'tgan kurs natijasida biz amaliy va nazariy bilimlarni olib, hozirgi kunda 1 yildan oshyapti mashinist lavozimida ish faoliyatimni olib bormoqdaman. Albatta bu mashinistlik kasbi o'g'il bolalarning kasbi deb shu paytgacha e'tirof etilgan, lekin bu kasbimni sevganligim uchun barcha qiyinchiliklar ortda qoldi. Hozir esa Toshkent metrosida 15 ga yaqin ayol mashinist faoliyat yuritmoqda. Men turmushga chiqqanman. Hozirda 2 nafar farzandim bor. Xo'jayinimlar boshida qarshi bo'ldilar. Ular ham meni kasbimga bo'lgan mehrimni, muhabbatimni ko'rib, ular ham rozi bo'ldilar. Albatta bu kasbni egallayotganimda faqatgina o'zimiz, oila a'zolarimiz emas, nafaqat xalqimiz ham hayratda qolishyapti. Mashinist ayollar kirib kelayotganda stansiyada yo'lovchilar hayratlanib qarab, kichkina qiz boshqaradimi deb o'ylashadi. Va yoshi ulug' bobolarimiz, buvilarimiz duo qilib ketishadi. Bundan men mashinistlik kasbida ham ko'tarilish mumkin. Ya'ni biz hozirgi kunda 4-klass mashinistimiz, 3-klass, 2-klass va 1-klass mashinistlari bor. Kelgusidagi orzu niyatlari mana shu 1-klass mashinist bo'lib, instruktor lavozimigacha ko'tarilish. Bugungi kunda tizim rivojlanishda davom etmoqda. Yangi yo'nalishlar, yangi bekatlar va zamonaviy poyezdlar paydo bo'lmoqda. Metro shahar markazini yangi tumanlar bilan bog'lab, aholiga yanada qulaylik yaratmoqda. Yo'lovchilarga yanada qulaylik yaratish maqsadida metropolitenda zamonaviy to'lov tizimlari joriy etilgan. Kassalar bosqichma-bosqich qisqartirilib, bankomatlar va plastik to'lov tizimi yo'lga qo'yildi. Bugungi to'lovni nafaqat karta orqali, balki Face ID, barmoq izi yoki yuzni aniqlash orqali ham amalga oshirish mumkin. Eskalatorlar yangilangan, jamoat hojatxonalari ishga tushirilgan. Yosh bolali ota-onalar uchun esa maxsus yo'rgaklash stoliklari o'rnatilgan. Hozirgi kunda 4 ta tizim, jumladan yer usti halqa yo'li faoliyat yuritmoqda. Bekatlar umumiy soni esa 50 tadan oshgan. Boshqa ko'plab shaharlardan farqli ravishda Toshkent metrosida bir xil bekatlar yo'q. Har bir bekat alohida me'morlar va rassomlar guruhi tomonidan yaratilgan. Toshkent metrosi shunchaki transport vositasidan ko'proq narsani anglatadi. Bu shahar tarixi, bu san'at, bu muhandislik mo'jizasi va har kuni eskalatordan pastga tushayotganimizda go'yo boshqa bir olamga kirib boramiz. Bu shahar ko'chalari ostiga yashiringan, ammo zamonaviy Toshkentni ussiz tasavvur qilib bo'lmaydigan dunyo.